Do'stlar, hammaga salom. Berunidagi obyektimizga keldik. Bu yerda yana polistirobeton qilinyapti. Lomboz o'rniga do'stlar, mana shlankada pastda apparati kompressor bilan chiqarib beryapti. Obyektimiz общий 100 kvadrat atrofida. Bu yerga 15 sm dan 15 kub atrofida pena polistirobeton quyib beryapmiz. Qaranglar. Pasimizda chorniy patologiya ustidan karton qog'oz joylik. Karton qog'oz ustidan mana shunaqa paraizolyatsiya qildik. Polностью bu ertaga issiq sovuq bo'lgan vaqtida xonadagi parlani tepaga tomga dalish chiqazaveradi. Xona nafas olishiga yordam beradi. Konditsioner bo'lmaydi o'rtada. Mana shu narsa paraizolyatsiya vazifasini bajarib beradi. Ustidan chorniy sloy 7 sm qildik. Polностью hamma joyiga. Uni ustidan bazaltoviy setkalar yoyib chiqdik. Uni ustidan hozir mana chistovoy ishlari ketyapti. Mana shunaqa pajarni yuzlik shtankada chiqadi. Pastda apparatimiz turibdi. Mana shu apparatda tayyorlanib, kompressor bilan tepaga chiqaradi do'stlar. Yuzlik pajarni shlankada. Bu betonimizning narxi 1 metr kubamiz 750 ming so'm. Mahsulot usta haqqi, kelib ketish, bolalarning yeb ichi hamma yo'q ichida. Sizdan faqat shu chorniy patolog kardon holatigacha qilib berasiz. Mana chiqishini qaranglar. Juda ham katta napor bilan chiqarib beradi. Bu degani mana bunaqa 7-8 to'ygacha bemalol chiqarib beradi yerdan. Shunaqa gaplar do'stlar. Primerdan 10 sm-lik 75 ming so'm atrofida tushadi. 15 sm-ligimiz 100 ming, 110 ming atrofida tushyapti do'stlar. Bu obyektimizni kecha obeddan keyin boshladik. Kardonlarni yoyib, paraizolyatsiyalarni qilib, bugun obedgacha apparatlarni taxlab, mahsulotlarning hamma joyini tayyorlab, obedni quyishni boshladik. Уже xudo xolisa 3 ta kubamiz qoldi. Mana shu joyini tayyorlaymiz, qo'yamiz. Ichi bilan obyektni topshiramiz. Bitgandan keyin mana shunday holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa tekislikda bo'ladi. Bu tomonlari уже bitgan. Bo'lim pravila urib, mana shunaqa silliq qilib chiqib ketamiz xudo xolisa. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqamga telefon qilib bo'ladi. Charchamanglar, hammaga omad.